Moskvadan O'zbekistonga qatnay turgan avtobuslarimiz reyslari davom etyapti azizlar. Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan shunaqa komfort luks avtobuslarda ketmoqchi bo'lganlar bemalol ekranda qoldirilgan raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Reyslarimiz har kuni bor. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, avtobusimizni ichilarini ham qisqachagina obzor qilib beramiz. Bu reysimiz hozir tayyor yo'lga chiqib ketishga tayyorlanyapti. Yo'lovchilar ichida o'tirishibdi joylashib. Har bir yo'lovchiga shunaqangi ko'rinib turgan chamadonlardan ikkitadan bepul bo'ladi. Dokumentida kamchilik va aka-uka opa-singillarimizga qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Yo'lovchilarimiz joylashyapti. Bir-ikki og'iz suhbatlarni olamiz. Akalar, yaxshi ketyapsizlarmi? Вы из Санкт-Петербурга приехали, да? Как автобус? Нормально? Qalay ketyapsiz? Assalomu alaykum. Samarqanddan ketyapman bugun. Joylashib oldingizmi avtobusga? Joylashib oldim, avtobusning ishlari ajoyib. Tavsiya qilsa bo'ladiganmikan? Tavsiya qilsa bo'ladi. Yaxshi yetib olinglar oxir akalar. Salom aka, yaxshi joylashib oldilarmi akalar? Konditsioner ishlayaptimikan aka? Ishlayaptimi konditsioner? Konditsioner ishlayapti. Zaryadnik konditsioner hamma narsasi ishlaydi. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqa chiqarasizlar. Reyslar har kuni bo'ladi. Nomerlar qoldirib qo'yamiz. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni chiqib turgan kunli reyslarimiz haqida to'liq ma'lumotlar qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.